Bugun biz Toshkentdagi Sayyid ota qabristonidamiz. Bu yerda Sayyid otaning ramziy qabrlari mavjud. Asl qabr Xorazmda Hakim ota bilan bir yerda dafn etilganlar. Uzoq yillar Toshkentda faoliyat ko'rsatganlari sababli ixlosmandlar tarafidan bu yerda ramziy qabr bunyod etilgan. U zotning asl ismlari Sayyid Ahmad bo'lib, Sayyid ota laqami bilan mashhurlar. Yassaviy tariqati pirlari orasida ham hasabi, ham nasabi eng ulug' murshidlardan biridir. Shu bilan bir qatorda sohibi karomat va islom dini yoyilishida tasavvuf ahli ichra eng ko'p xizmat qilgan murshidlardan biri sifatida tarixda o'rin olganlar. Sayyid Ahmad Xojaning otalarining ismi Amir Abu Bakr, laqablari Sayyid Yahyo, ba'zi manbalarga ko'ra esa Sayyid Mahmud deb berilgan. U zot Musaviy sayyidlarga borib nasablari taqaladi. Onalari Kubraviya tariqatining asoschisi Shayx Najmiddin Kubro avlodidan edilar. Shunday oilada tavallud topgan Sayyid Ahmad Xoja dastlabki bilimni va tarbiyani o'z oilalarida oladi. Keyinchalik voyaga yetgach, tasavvuf g'oyalariga moyillik sezilgach, Yassaviya tariqatining pir murshidi Zangotaga borib shogird tushadi. Fatuz Zoirin asarida keltirilishicha, Hazrat Sayyid ota tasavvuf tariqatlari ichra Yassaviya Jahriya silsilasining pirlari sulukini davom ettirardi. Ammo ona tarafdan Najmiddin Kubroga borib taqalganligi sababli gohida Kubraviya tariqatiga ham rioya qilardi. Bu borada u zot kasirul vir, ya'ni ko'p zikr qiluvchi inson edi. Shu bilan bir qatorda u zot o'z shayxlari bergan tasavvufiy vazifalarni ham sidqidildan va xilvatda bajarardi. Bu ibodatlar goho 10 kun, goho esa bir necha chilla birin-ketin davom etardi. Naql borki, Sayyid otaga jazabaning haqiqiysi yetgan. 50 yil majzub va mustag'riq bo'lib, bu muddatni 40 chillada ado etgan. Va bu muborak chillada Sayyid ota 11 ming sodiq shogird va solihni tarbiyat etgan va valilikning oliy darajasiga ko'targan. Xalqni irshod etishga, tarbiyat qilishga hamda hidoyatga boshlashga buyurgan. Hazrat Sayyid ota 21 yil diniy bilimlarni olib, so'ngra 28 yil tariqiy bilimlarni egallash bilan mashg'ul bo'lganlar. Undan so'ng 15 yil pirlik haqiqat masnadida o'tirib, xalqni haq yo'liga irshod qilganlar. Umrlarining oxirida esa 7 yil mashriq kofirlariga qarshi g'azovot urushlari olib borganlar. Qachonki umrlari oxirlashib, vafot onlari yaqinlashgach, barcha xulafoy va ashoblarni jamlaydi. To'ng'ich o'g'illari Sayyid Umarga o'z joy namozlari va muborak ridolarni taqdim etadilar va unga vasiyat qiladilar. Shundan so'ng ikkinchi o'g'illari Sayyid Abdulloh Zarbaxshni chorlab, unga o'z pirlari Zangotaning asolarini taqdim etadilar va unga ham vasiyat qiladilar. Shundan so'ng zikrga so'nggi bor mashg'ul bo'ladilar va jonlarini haqqa taslim etadilar. Bu zotning vafotlari hijriyda 691-yil, milodiyda 1292-yil hisoblanadi. Muborak qabrlari Xorazmga qarashli Orol mavzeida, Jayxun daryosining bo'yida Oqqo'rg'on degan joyda Hazrati Hakim ota bilan bir haziraga dafn etilishgan. Siz ham agar Toshkentdagi Sayyid ota qabristoni oldidan o'tadigan bo'lsangiz, 2 daqiqa vaqtingizni ayamasdan Sayyid ota hazratlarining ruh poklariga Qur'on tilovat qilib baxshida qilishni unutmang.